esa uddalay olishdi. Sharof Muhiddinov chapga uzatma. Yaxshi imkoniyatga kelishi mumkin qarshiliklarda, biroq qaytib ulgurdi Andijon himoyachilari. Zafar Murod Abdurahmonovdan ichkariga pas zarba va gol! Bobur Abduxoliqov muvozanatni tiklayapti. 1-1. Ikkinchi taymdagi ilk xavfli hujum gol bilan yakunlanmoqda. Abduxoliqovdan aniq zarba, Zafar Murod Abdurahmonovdan assist. Mana endi o'yin yanada qiziqarli kechadi. Muvozanat tiklanmoqda. Ayni damdagi holatga ko'ra har ikki jamoa hisobda 4 ochkodan bor va Nasaf to'plar nisbatiga ko'ra birinchi o'ringa chiqib olyapti H guruhida. Sharof Muhiddinov yaxshi o'ynadi. Keyin Zafar Murod Abdurahmonov ham zo'r o'ynadi. Aleksandr Andronikashvili yo'q, Chalasan ekan, Chalasan mana. Xatoga yo'l qo'yibdi. Aynan Nemanja Chalasan zararsizlantirishi kerak bo'lgan Abduxoliqov